Bugun ertalab qarindoshlar gruppasiga ko'zim tushib qoluvdi. Ertaga gaplik ekan, dachasi bitib qolgani o'sha odam olishi boshladi. Birinchi klienti biza bo'lamiz-da, poddeshka qilish kerak, qancha mehnat qildi deb yozib yuborishdi. Bu gaplarni o'qib men o'zimda yo'q xursandman. Birinchi bo'lib kirishadi demay, aytgan narximda olishadi. Qarindoshlar poddeshka qiladi dedim. Ishlarim bilan chalqib gruppadan chiqib ketdim. Keyin bo'lsa basseynimizda suv to'lguncha hamma uydagi jalyuzilarni olib tashlab, yangi parda tikishga o'tib ketdim. Jalyuzilarni olib tashlab bekor qildingiz, uvol qildingiz deyishga shoshilmanglar, sababi orasidan to'kilib ketgan edi. Ham yopilsa ochilmay qolyotdi, ochilsa yopilmay qolyotdi. Mehr muhabbat ila tikkan pardalarni bemalol etga betga surib, derazalarni ochib qo'ysa ham bo'ladi. Xonaga havo buni qo'yinglar, qiziqib Telegramga qarindoshlar gruppasiga kirdim. Endi menyuda tuzishibdi-yu, qazi, qarta, suyu, quyug'i, dimlama, jiz, shashlik hamma narsa bor. Bu ro'yxatni ko'rib ko'zlarim o'ynab ketdi. Oradan 1 minut o'tdimi, yo'qmi, miyada majlis boshlandi. Men ham $100 desam, pulligi ko'p ekan, dachani olisharmikin deb o'ylayapman o'zimcha. Voy, vashshi maza qilaveradigan joyi, o'zi ham 3 kunmi, 4 kunmi maza qilib dam olib kelamiz deb, basseynni suvi ham yangi quyilibdi deb yozib yuborishibdi. Ana keyin eng pastiga tushsam, tarvuz talab etib yerga tushdi-yu, dacha tekinu ro'zg'orni boplab qo'varinglar deb yozib yuborishdi. Joninglar sog' bo'lsin, gapchilar, menyuni ozgina kamaytirib, meni ham xursand qilib, bemalol insof bilan kelaverasizlar. Qaytgancha yana bitta o'zimni maqtab qo'yay, dachada muzdekkina mazza qilib sifatli pastellarni yotinglar deb hamma pastellarni yegilab qo'ydim. Agar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, super satin, jadka, 1 kishilik, 2 kishilik pastellar, qavuq ko'rpalar, to'rtburchak, uzunchoq yastuvlar, kelinlarning sarpasiga har xil rasvetkada oq pastellar, hammasidan bor. Profillarga o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. Agar zakaz bermoqchi bo'lsanglar, profillarni qoldirdim. 100% sifatli.